7. qism. Talat çaresizlik tökülüp turgan ko'zlarini anasiga tikdi. Ana, hozirgi ahvolimizni bilasiz. Gulmiraning ota-onasi yiroqda. Uni doktorxonaga apasam, yenida turib qaraydigan odam yo'q. Yolg'iz qo'ysam xotirjam bo'lolmayman. Әмсі bu өйді қойып, bizni sarasımık sağsan, xatırcan boldu sende, ha? Bayıqıdak saranlığı tutup qilib, özünü kontrol qılanmay. Alım adis birasimizni yarlandırıp, yoki onundu mu eğir aqıbat keltirip çıqası qandaq qılısan? Addisi, bugünkü işte xabar tapdın. Yeydiğen rızkın bakken, hayat qaldım. Ondaq bolmay qilib, xotununun qulida ölsem qandaq qılattın? O çağda ahu ətvarlıqınmı bara yerini tapıdı. Ya sen şunu xalamsan. Talatning zuvani tutildi. Gulmira qayni onasining zahardek gaplarini anglab, o'zini qo'yg'idek ye topolmay puchilandi. Buqildab yig'lashlar, kechirim so'rashlar, qo'liga so'yib gunohini tilashlar qilchi qarg'a kelmayotdi. Tannoz bo'lsa yengisining chiroyiga udul qarg'ili unimay, notunish odamdek, yatsirgan kichik boladek mo'mayning kayniga o'tib elib, ko'zining quyrug'ida pat-pat qarab qo'yishdan boshqa ifoda bildirmadi. Talat Gulmirani uyga yondirib keldi. Ammo doktorxonaga borayli degan gapni eg'izdan chiqarolmadi. U Gulmiraning ko'nglini oyab qolgan edi. Qandaqli bo'lmasin, bugun bir kechani tinch omon o'tkazish kerak. Qolgan ishni ahdi Gulmiraning kayfiyati yaxshi vaqtni tanlab, oldirmay maslahatlashib beqish niyatiga kelgan Talat amal bor uni uxultib qo'ymaslik uchun sovuq ichimlik orqali uyqusini ichib, gapga tutib, kechini tongga ulash qaroriga keldi. Talat ayolning shig'idan ishigan ko'zlariga o'ychanlik bilan tikildi. Hech narsani o'ylamay televizor ko'rib, birdam o'ltirib turing. Men bino oldidagi talla bozoriga tushib, necha putilka sovuq ichimlik olib kiray. Gulmira eriga yiqimliq kulimsirab, boshlang'ich deb ma'qullik bildirdi. Ayolining xeyli yaxshi bo'lib qolganligini his qilgan Talat xotirjam bo'lgan holda eshikdan chiqdi. Oradan qanchalik vaqt o'tdikin, Talat cho'ng bir ko'zni ko'tarib kirib keldi. Soğuq ichimlik og'il chiqib ketgan erining ko'rimsizli bir ko'zni ko'tarib kirganini ko'rgan Gulmira sal ajablandi. U gap so'rashga tamshilib edi. Talat ko'zni Gulmiraning oldiga akilib, ustalda qo'yib Gulmiraga qaradi. Ko'zining ig'zini iching, ha? Sizga yaxshi narsa keldim. Gulmira birda ko'ziga, birda eriga qarab qo'yib, qiziqsingan holda ko'zining burma og'zini ochdi. Ko'zi ichidagi alomatlar u o'ylabmi baxmagan qiyofatda battar edi. Ko'zining yerimig'icha liqqida qon. Qon ichida sazan qurdidek mig'ildishib turgan sansizlagan qo'l. Put. Boshlar. Tuyuqsiz ko'zi yo'g'inab, cho'ng bir tosh qozondek holatga keldi. Ondan qon ichidagi qo'l, put, boshlar buruqlab qaynab, ko'zdan taralgan qip-qizil g'o'r uy ichiga yeyilishga boshladi. Ko'zining eg'izi echilgandan boshlab yangrayotgan kichik bolaning shig'izori, viliqlab kulgan va nola qilgan ovozlari texmi kuchayib, Gulmiraning quloqini panqog'dek darajada kuchaydi. U ko'zni Talat tarafga kuchab eshittirdi. Biroq o'rib etishga kuchi yetmadi. Dal shu paytda Talat aholatliq doktor ayolga aylanib, ko'z ichidan qon temib turgan ko'z ochiq bir dona boshni oldi. Ondan uni Gulmiraga tanglab xitob qildi. Balangni tanıdın-mı? Yo'qa. Nerket. Mende jiroqdir. Yo'qa. Gulmira kayniga dojigan peti shiqilib tushdi. U texi bayılı ishikidan Talat bilan birga kirgan. Aldığı aynak shira qo'yilgan sofat rohatlanib o'ltirgan bu uyning qandoqlarcha qop-qorong'i jilg'iga o'zgarib qolganligini bilolmadi. Qo'rqinch dastidan allaqachon yig'ini boshlagan Gulmira doktordan
ham u tanlab turgan boshdan. To'g'rirog'ini aytganda, bu mudhish ishlardan qutulish uchun tirkishatdi. Yo'q. Qayoq qili qarsi bo'ron huvlab turgan. Keyniga bir qadam dojisla tik yerdan tushib ketish ehtimolligi bo'lgan bu jilg'a uning qo'rqinchiga hassalab qo'rqinch qo'shatdi. To'satdan ko'zi ichidagi putqo'llar ko'zining kirviga yamishib bir-birlab ko'zdan chiqdi. Ondan Gulmiraning oldiga o'milab kelib, nimandir izlashga boshladi. Buni ko'rgan doktor ko'zi ichiga qayta qo'lini tiqib, kichik bolaning ko'krak gavdasini ilib, putqo'llarning o'ttiriga tashladi. Shu hamon putqo'llar yiliqi gavda bilan birlashib, beshi yo'q kichik bola holatiga keldi. Ondan keyniga burilibla doktorning qo'lidan uzuk boshni ilib, o'z gavdasining boshsiz bo'yin qismiga uladi. Buning bilan butun surik bir bola barliqqa kelib, Gulmiraning oldiga toytonglab kelgunicha viliqlab kulishga boshladi. Qo'rqinchdan shurki yerilg'idek bo'lgan Gulmira oxirgi bir qadamini kontrol qilolmay, keyniga birla dojidi va tik yerdan tushib ketdi. Nim bo'ldingiz? Gulmira? Bu men, Talat. Ko'zingizni iching'a. Gulmira? Qattiq silkish. Esingizga keling deyman. To'xtamay chaqirishdan esiga kelgan Gulmira Talatga eslib o'ksib yig'lab ketdi. Gulmira erining yoqasini chin qamallab, titrak va yig'i aralash intayin past ovozda o'tindi. Doktorxonaga boraylik, Talat. Opam aytgandek, ruhiy kasalliklar doktorxonasi bo'lamdi. Saronglar doktorxonasi bo'lamdi. Ishqilib, doktorxonaga boraylik. Meni qutqizib bilan. Bo'lmasa men o'lib qolgudekman. Men chidamadim, Talat. O'tinib qolay. Meni qutqizib bilan. Talat uning yuzlarini qo'llarining orasiga ilib, ko'z yoshlarini surtdi. Ma'qul. Ansirmang, sizga hech ish bo'lmaydi. Men yoningizda. Qo'rqmang, ha? Sizni hargiz yolg'iz qo'ymayman. Biz atil doktorxonaga boraylik. Pek pushaymon qilyaptim, Talat. Pek pushaymon qilyaptim. Gapingizni anglasam bo'pti-ku. Bolamizni tushiraytaman deb chaqirib olmasam bo'pti-ku. Bundoq bularni bilgan bo'lsam. Bolaning o'g'li tutdi. Bechora bolam. Talat u meni hargiz kechirmagidek. Men sada qandoq qilaman? O'ngimdami bola? Tushimdami bola? Xiyolimdami shu bola? U mening shirikimni sug'urib, ishga qo'lida qamallab yurdi. U so'rab yurgan uchay beg'irlanchoqim mening. Chidag'uchiligim qolmadi, jinim Talat. Bunaqa ketaversa o'lib qolaman. Shirikim
Oymay qilmang. Hergiz undaq olmaydı. Doktorlar bizga yo'l ko'rsatdi. Manga ishining. Cho'qim yaxshi bo'lib ketasiz. Gülmiraning echinishlik yig'isiga chidamagan Talat uni bag'riga bosqincha ixtiyorsiz yig'lavatdi. Ertasi nashtadan keyinli ruhiy kasalliklar doktorxonasining muavin doktorxona boshlig'ini izlab topgan Talat Gülmiraning barliq ahvolini uning tafsiliy bayon qilib berdi. Gülmira erining gaplariga quloq sag'ash, un chiqmay yer beqib o'ltiradi. Sal semiz kelgan, oq pishmoq, taqirbosh muavin doktorxona boshlig'i Talatning gaplarini anglab bo'lgandan keyin Gülmiradan bir necha savol so'radi. Uning so'rgan savollariga xuddi normal odamlardek javob berib o'ltirganini ko'rgan muavin doktorxona boshlig'i eg'ir tinib bir hazo o'ltirib ketdi. Andin to'lma vazmin ohangda dedi. Ahvoldan qaraganda bu tuyg'udagi xatolik va dastlabki qo'rqinishdan qolgan asorat o'xshaydi. Bundaq bemorlar oldi bilan o'zini yangmasa, xiyoliy tuyg'u bilan reallikni oydinlashtirmasi bo'lmaydi. Oldi bilan oshiqildagi xiyollardan yiroq turish to'limi zarur. Shunga sizlar hayotga beringlar. Yangi shay'i, yangi ishlar bilan tanishinglar. Hamda bu orqali eng dastlab yuz bergan ishlarning o'rnini og'idek imkoniyatga ega bo'lib, turmushinglarni xo'shallik bilan bezanglar. Yangi do'stlar, yangi o'yinlar, qiziqarliq ishlar bilan tanishinglar. İmkon bor, aldirash o'tinglar. Qorong'uliq, yiqimsiz ovoz, surlik muzika yoki qora va qizil ranglar bilan bezalgan joylarga bormanglar. Meningcha shundoq bo'lganda ko'zliga unumga tezroq yetkili bo'ladi. Eng muhimi, nervisida saqlanib qolgan dastlabki uqum va qo'rqinchni tugatishimiz lozim. Agar sayohat qilish, yangi shaylar bilan uchrashib, turmush usulinglarni o'zgartirishdan unum bermasa, zaharni zahar bilan qaytarishga to'g'ri keladi. Ya'ni homila tushirish operatsiyasi qilgan ayol doktorni izlab tepib, dal shu operatsiya uyida ayolingizga odam badani anatomiyasi, ayollar ko'piy sistemasi, balyatqu tuzilishi, homilaning to'rilishi, balyatqu ichiga o'rilishi, homila tushirish operatsiyasining bir butun jarayoni, yetilgan bovoqning ona qo'rsiqidagi ahvoli va faoliyatlarini amal bo'lsa, rasm yoki sin hujjatlar orqali ko'rsatib, tafsili tushuntirib, bu ishlarga qarta %90% bo'lsa tushunch hosil qilishga yordam qilish lozim. Odam o'zi tegitakdan tushungan ishlardan qo'rqmaydi, ham u ishlarga nisbatan ortiqcha qiziqish bo'lmaydi. Shundoq bo'lganda, yana qo'rqimsirab, tashvishlanib, xiyoliy tuyg'uning yetaklashida tusha kelib qolmaydi. Navoda ikkinchi xil usulni unum bermasa, dori ukullar bilan davolagandan sirt, yana psixik jihatda yetaklash orqali rasmiy davolash olib borsak bo'ladi. Meningcha hozir ahvollar unchalar og'ir emas. Shunga birinchi plandan boshlaylik. Sizlar oldi bilan tayyorgarliklarni puxta qilib, sayohat qilib kelinglar. Sizlarga omad tilayman. 7-ci qism tugidi. 8-ci qism. Doktorning plani Talatga yoqdi. Gülmira hech nimani anqiramay, ko'zlarini chimchiqlatgan holda, rostilla shunda qilamdu degandek, sabiylarcha mo'ldirlab qarab o'ltiradi. Ayolning ahvolini, doktorning ko'rsatmasini boshlig'iga suyidan uviqigacha qo'ymay yetkazgan Talat xizmat o'rnidan 1 oylik ruxsat oldi. Mo'may garchi kelindan ko'ngli qolgan, o'g'ildan og'ringan bo'lsa-mu, ularning safar tayyorligini qilib bermaslikka ko'ngli unimadi. Ularning tayyorligi bitkicha Gülmira Talatning kaynidan uning soyizdekla agishib yurdi. Hojatga kirgandan boshqa chog'da yenidan ayrilmay, xiyoliy tuyg'uning ozdirib ketishidan saqlandi. Shunda qilib, 2-chi kuni kechda sayohat safari boshlandi. Talat Gülmirani mashinaga o'ltirg'izib, mashinaning kayni sanduqiga chamadon va kichik safar so'mkasiga qachlangan narsa keraklarini silib, issiq balbaq sayohat rayonlarini nishonlab, yo'lga chiqdi. Bu qitimqi sayohat har ikkalanga intayin yoqqan bo'lib, muavin doktorxona boshlig'i ko'rsatgan planning haqiqatan yaxshi bo'lganligidan gumonlanishning o'rni qolmadi. Chunki safarga chiqqan tunji kunidan boshlab Gülmiraning ruhiy kayfiyati boshqacha jonlanib, chiroyiga kulki, mag'ziga qon shugurdi.
to'yg'icha tamoq yedi. Hamma narsaga qiziqish, amroqlik bilan nazar tashladi. Kichik bolalar bilan qo'g'lishib o'ynadi. Maymunlarga, kaptarlarga yemaklik berdi. Talat bilan baslashib, qo'lva qaydidi. Yazning mevalarini o'z qo'li bilan uzib, süzük buloq suyida eqitib yuyib, buxodan chiqqicha yedi. Yalang oyoq putlari bilan qumsonga to'pig'i dastlab shurdi. Shaqiratma ostida qong'ich suvga cho'mildi. Ishqilib, bu sayohat uning uchun aytib tugatkisiz xushalliq elib kelgan edi. Albatta, Gülmirani xushal qilish uchun bu safarni ixtiyor qilgan Talat tunji planining haqiqatan yaxshi unum berganligini his qilib, uningdan ortiq xushal bo'ldi. Yoz bog'lari odamning zavqini qo'zg'aydi. Shax-shaxlarda may bo'lib pishib ketgan to'g'ash, shapdullar qariganli kishining eg'iziga seriq suv keltiradi. Gülmira bu boqqa to'ymayli qoldi. Ulab yetishtirilgan har xil sortliq shapdullar o'xshab ketganlikdan shaxlar mevlarini ko'taramay egilib qelishgan. Beshiga chiq shilapi kiyib, sevat ko'tirishib olgan shapdul o'zgichilarining chehridan mo'l hosil xushalliq balqib turgan bo'lib, hamma yoqdan may bog'lagan shapdulning yiqishliq purqi va kulki chaqchaq ovozi tarab turadi. Gülmiraning boshqalardek shapdul o'zgisi o'z qo'li bilan uzgan shapdullarni qachilab, sevatlarni to'shqizg'isi keldi. Biroq shapdulning töven tarafdagi shaxlarida pishqanlari yo'q bo'lib, obdan pishqan shapdullar hammasi yuqoriga o'sgan shaxlar deydi. U bog' ichiga nazar silib, shapdul uzayotgan ba'zilarning shig'ib oshqilib bo'lgan shotiga chiqib olib, shapdullarni bemalol uzayotganligini ko'rdi. Biroq hamma shotilarni boshqalar ishlatayotgan bo'g'ashqa biror shoti oriyat elish mumkin emasdek turadi. Beribla aldirash amgak qilayotganlarga chiqib olgan shotangni menga bekolab ba degili bo'lmaydi-da. Gülmiraning ko'ngli yerim bo'ldi. U shapdul uzishdan voz kechmoqchi bo'lib turganda, uning bolalarcha o'mchiyishga qarab, amroqliq tutgan Talat kulib ketdi. Qarang, shuningmi o'mchib ketganingizni. Biz kichik chaqlarda qo'limiz yetmagan mevlarni irg'itib yoki tosh tayoq degandek narsalarni etib tushiratdik. Bular bozorga soladigan shapdullar bo'g'ashqa tosh assaq ziydi bo'ladi. Yerga tushganlarni yevasakmi, ustida qilib ziydi bo'lganlari yoki to'ng peti ziydi bo'lganlari bozorga yaramay keraksiz bo'ladi. Shunga irg'itib tushirayli. Ha, kayningizrak turing, ha. Men irg'itib beray. Yo'q, o'zim irg'itma. Mening kuchim yetmasa, ondan siz keling ma'qulmi? Jiroqroq turing, ha. Shapdul beshingizga tushib ketmasin yana. U xushal oldi, shapdul daraxiga yaqin keldi. Ondan atlab turib, daraxtning g'o'liga ikki olqinni yepishtirib, qamallab tutdi. Ham kuchab irg'itdi. Shundaqdimi, nozik qo'llar shuncha cho'ng daraxtni midiriltamidi. Shu tarzda irg'itishni bir necha qitim takrorlagan Gülmiraning bu daraxtdan shapdul irg'itib tushiralishiga ko'zi yetmadi. U avvalgi xuyiga yinib, egri xursinib edi, Talat darhol uningga madad berdi. Butun daraxtga kuchingiz yetmasa shox yetadi. Bo'yingiz yetgan shoxni ching tutib, silkib irg'iting. Gülmiraning chiroyi villada ichilib, erining topgan amaldan suyundi va mushi ishqa ahli yetmaguncha o'zicha kulib ketdi. U Talatning degini bo'yicha egizdan bo'y so'zib sanglab turgan shoxning uchidan tutib, ikki qitim silkib edi, necha tal shapdul to'riqlab yerga tushdi. Gülmiraning bu chaqdagi xushalligiga gap to'g'ri kelmaydi. Shaharda tug'ilib, shaharda o'sgan bu qizning shox ustidan meva uzib beqishi, mushu tunji qitimliqi bo'g'ashqa, uningga nisbatan bakla yangicha bir ish ham katta haslat bo'lib tuyulmoqda edi. Gülmira hayajonlanib, Talatga qayrilib qaradi. Tushdi. Qarang, Talat, men irg'itib tushiraldim. Shirtqa qaytqanda cho'ng'itga boqib berib, opamga shapdul, olma irg'itishib berma. Yana texi yerga tushib ketganlarni billa terimiz. Bu pek ko'ngilli ishkana. Talat uning xushal bo'lganligini ko'rib, yenik tin oldi. Sayohatga chiqqandan boshlab, mundaq yenik tin ilishlar
күнді дегідек нәтчі қитім тәкрарланып тұрған болсымы, әр қитім қысының ата қылдыған хатыржамдекі бар-бара ешіп беріп ататты. Чүнки Gülmira xuşal болса, turmuşida yeniliklar və güzel əstiliklər köprək bolsıla, o kallısdaki artıqça xiyal həm tuygudaki qorqunçlarını unutuyalaydı. Gülmira xuşal halda şaxni arqa-arqadan silkib, pişqan şapdıllarının həmmini düşürüp boldu. Ergitqan şaxda pişqan şapdıl tügigəndə, yeni bir şaxni tutuvilib ergitibidi, şapdıl düşmedi. O yanımı bəkrək küçəb silkibidi, boyundan üzülgen boğaq balının beşi aldığılı düşüp, qıyqırab şıqlaşqı başladı. O hangtan boğan halda başqa qardı. Başının eğiz burunlardan qan eqib duratdı. Közleri çekceygen halda Gülmiraga tikilgen bulup, dişleri xuddi böğrü itinin dişidek yaltırab duratdı. Gülmirani sür bastı. O kayniga bir qadam dacıgan idi. Dəssigen izdən boğaqның çırrıda jığılğan avazı kelib, jığının əks sadası jıraqlarğış taqab ketdi. Talat! Talat! Gülmira dəhşətlik vaqırğınca kayniga buruldu. Amma bayı Talat turğan jayda ruhi kasalliklar doktorxanasının muavin başlıqı yani şu ağ xalatını kiygeneçe çıraydan sür yağdırıp onunğa qarab duratdı. O Gülmira'nın közüge qadılıp turdu. Şahның uçudan tutup silkip ırgıtım. Hem başta barlık putkolla yagi düşüdü. Tez bulun. Bayıqıdak ırgıtsınız boludu. Siz çokum kılalaysız. Gülmira'ga qaytadan titrek olaşdı. O bayı ergitqan şapdullarga qarıgan idi, yerde çechilip yatqını. Şapdul bulmasdan belki boğaq balının özülgen başları ve putkolları bulup çıktı. Gülmira ularga qarıgansır qorqunçsi küçeydi. Qorqqansır jalaqlap titrab, tili kalvalışışqa, put qo'llari uyushishqa başladı. Turupli barliq başlar yana lappida qilib ko'zini ochdi. Ondan qo'llar, putlar asta-asta midirlab Gülmira tarafga surilib kelishga başladı. Buningga agishib, bara havo tutulib, atrofni qar tuman qapladı. Yerdeki şapdullarını terimele. Ular sizning baldırınız. Muavin doktorxona boshlig'i shundoq deb xitob qildi. Gülmira u tarafga qarab edi, axlatliq ayol doktor. Qiyin onasi, Tannaz va Talatlarning muavin doktorxona boshlig'ining o'ng va so'l tarafiga tizilib, qator turganligini ko'rdi. Muavin doktorxona boshlig'i yer zaminni zilzilaga keltirib, yana vaqirdi. Şapdullarını terin davatıma. Gülmira'nın tili tutulup, nefes ilişimi təsləşişki başladı. O barlıq cüretini jığıb, özünü muhasirge ilip yıqınlap kelivatqan baş, put qollarga qardı. Lekin, bu qaytım yılıqı baş və put qollar allıq ayaqlarga g'ayib bo'lgan. Gülmira'nın köz aldıda qeyp qızıl qanğı boyalğan öpke, üçey beğirlarını sörüp alğan yılıqı kichik bala, onunğa quyup qo'ygandek o'xshaydigan bir tal yurakni qamallab olgan yana bir bola paydo bo'lgan edi. Uchay beğirlar hamda tirik yurak yil hamma ularning qo'lda bo'lib, yerda so'rilib yotgan uchaylar yılandek her yonga so'ylab, o'pki bir kengayib, bir torayib, oshqozon o'milguchi qurtqa o'xshash lo'mildab, yurakmi avvalgideklar likildab so'qib turadi. Ne buldunuz? Gülmira? Gülmira beshini qamallab chaqirdi. Orqadan asabiyligi tutib, chechini yulishqa, yuzlarini mo'rlashqa boshladi. Talat bo'lsa uni quchoqlab olib, harakatlarini to'xtatishqa, tezroq asliga keltirishga tirishadi. Men yaningizda. Qo'rqmang jinim. Hech ish bo'lmaydi. Gülmira? Meni tanidingizmi? Men Talat. Gülmira? Uyg'oning Gülmira. Her qancha qilibmi uni esiga keltiramagan Talat ayolning qochdiga bir shaplaq urdi. Qattiq tekkan shaplaq zarbisidan cho'chib esin topgan Gülmira lassida bo'shib Talatning quchog'iga tashlanib qoldi va eg'ir birni tinib shuklab ketdi. Biroq uning ko'z yoshlari uzilmay to'kilib turadi. Gülmira, 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 Gül
Kechiring jinim. Meni kechiring. Sizni urg'im yo'qdi. Amal bo'lmadi. Men amal qilamadim. Kechiring. Ayolini urib qo'yib, yuragi etishgan Talat kichik boldek bo'zlab yig'lab ketdi. Lekin Gulmira bularga parvosiz holda xuddi ruhi chiqib ketgan odamdek noma'lum nuqtaga tikilib qaytib qolgan edi. Sayohat sabri shu yerda oxirlashdi. Ayolini ilib, shu kuni yurtiga qarab yo'lga chiqqan Talat kelgan vaqtdagidanmi tez qaytib keldi. Hamda uyiga bormasdan o'ttil yiliqi muavin doktorxona boshlig'ining ishxonasiga undi. Sayohat jarayonidagi ishdan xabar topgan doktorxona boshlig'i boshda tuzgan plani bo'yicha Gulmira homila tushirgan doktorxona bilan aloqalashib, shu kuni operatsiya ishlagan doktorni topdi va ishlarni uningga tushundirib, izdashdagi maqsadini udulla aytdi. Ayol doktor muavin doktorxona boshlig'ining gaplarini anglab, biri ishinib, biri ishonmay, hangviqib turibla qoldi. Tibbiy xodim bo'lish sifatingiz bilan mas'uliyatingizni ado qiling. Menga yordam qilganingiz Gulmiraga yordam qilganingiz. Mayli qandoq o'ylashingizdan qat'iy nazar, bemorlarni davolab saqaytish biz tibbiy xodimlarning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Faqatla aqlim yetmayotidi. Shu chaqda tunji balani oldirasınız, balkim keyin balalik bo'lamay qilishing'iz yoki odat xarakterlik bo'yingizdan ajrab ketgan bo'lib qolishi mumkin. Amal ba balani saqlab qiling deb qancha nasihat qilibmi uni gapga kirgizamgan edim. Oqibatning bundaq eg'ir bo'lib ketishini o'ylabmi baxmabdi ekanman. Muavin doktorxona boshlig'i ayol doktorining vaziyatning taqozzosini to'liq tushunib yetgandan xursand bo'ldi. Shunga mushiyadan boshlangan bu qo'rqinish mushiyada oxirlashsin. Tayyorlik qilishinizga meningcha 3 soat vaqt yetarli deb o'ylayman. Amsa navbatdagi xizmatingizni boshlang. Bo'ladi. Tezlab bitiraman. Xotirjam bo'ling. Ayol doktor Gulmiraga illiq kulimsirab qo'yib, ishxonadan chiqib ketdi. Ola azal 2,5 soatlar ichida odam badani anatomiyasi, ayollar ko'piyish sistemasi, balyatqu va yangi to'ralgan, yetilib bo'lgan, tug'ilish oldida turgan homilaning balyatqu ichiga o'rinlashish ahvoli, homilaning balyatqu ichidagi harakatlari, normal operatsiyadagi hamda o'z tuqqan ayollarning amaliy tug'ut jarayoni, bola tug'ilgandan keyingi parvish, onaning emitishi, bovoqning uxlashi qatorliq rasm, sin ko'rinishlari, tushuncha yozilgan tam rasmi qatorliq materiallar orqali Gulmira bilan Talatga tafsiliy tushuntirildi. Bu haqda hech qanday tushunchasi bo'lmagan Talat bakla hayron qoldi. Shundaqla bularning cho'qim bilib qo'yishga tegishli bilimlar ekanligini to'nib yetib, o'z tushunchasining yetishicha Gulmiraning tushunchasini cho'nqurlashtirishiga yordam berdi. Shundaq qilib, ikkinchi plan o'ngishliq elib berildi. Onasidan qayta tug'ilgandek tuyg'uga kelib qolgan Gulmiraning aqli qarang, o'zi hayron edi. Qandaqli bo'lmasin, doktorning ajri zoy ketmadi. Gulmira doktorning tushuntirganlari, rasm va sin hujjatlarda ko'rganini o'zining badani, o'z turmushining bir qismi deb o'yladi. Hech bo'lmaganda, agar bolasini tushirvatmagan bo'lsa, homilaning yetilishi, tug'ilishi, beqilishi va uxlashi boya sin hujjatlarda ko'rganiga o'xshash bo'ladi albatta. Shularni tushunib yetgan Gulmira qushdek yengillab, boshqacha ruhlanib qoldi. Turibla uning balaliq bo'g'isi keldi. Boya ko'rgan sin hujjatdagi onasini to'ymay imavatgan, yiqimliq go'ngrab, viliqlab kulayotgan, misildab tinib, tatliq uxlayotgan bovoqlarga o'xshash o'maq ballar bo'lishni xohlab qoldi. U kulib turib, erining qulqiga engishib, past ovozda shivirladi. Talat, biz balaliq bo'layli. Diqqat qilmagandek qiyofatga kirvog'ini bilan butun diqqatini Gulmiraga markazlashtirib o'ltirgan sazgir muavin doktorxona boshlig'i uning gaplarini aniq angladi. Ikkinchi planning haqiqatan zo'r unum berganligini his qilgan muavin doktorxona boshlig'i rozimanlik bilan kulimsirdi. Uning kulkisini ko'rib, ayol doktormi qilgan xizmatining natijasining ko'rilganligini tushundi va hodiga chiqqandek bo'ldi. Ishlar natijalik oxirlashganda
allaqachon qorong'i tushib, yarim kecha bo'lib ketgan edi. Talat hammaylarning tushlik tomoq yegan peti yig'in zaliga kirib elib, cho'ng ekranga qatilib, ayol doktorning tushuntirishlariga berilib ketganligini yodiga oldi. U ayol doktor bilan muavin doktorxona boshlig'ining unimig'iniga qo'ymay, ularni mehmon qilish fikrida chim turib oldi. Chin ko'ngildan chiqqan samimiy taklifni rad qilishga o'rin qolmagan edi. Ular kechilik tomoq chiqirdigan qaysi bir g'arbcha tomoqxonaga berishni maslahatlashib, doktorxonaning aynak eshigidan chiqayotganda qarshi tarafdan bir va yaşangan bir ayolning yana bir yosh homildor ayolni qo'ltig'idan yo'ligincha doktorxona eshigiga yaqinlab kelayotganligini ko'rdi. Homildor ayolning injiqlab tasdim yenishi ham saman tog'irdek yo'g'ingan qo'rsiqidan tug'ut to'lg'iga tutayotganligi bilinib turadi. Ayol o'ng qo'lda qo'rsiqini osti tarafdan ko'tarib tutib, so'l qo'lini beliga terib olgan edi. Bo'sh asrab, asta qadam ilishlari, levini tishlab elishi uning bakli qiynalib ketayotganligini isbotlab turadi. Gulmiraning uningga ichi og'rib qoldi. Ichi og'irdi-yu, operatsiya karvatida yetib, homila tushargandagi og'riqlari yodiga kelib, qayerdir bir yeri chiqqidi qilib og'irdi. Shu hamon operatsiya uyidagi 9 ko'zlik cho'ng chiroq, qon shuqi kirlik, qon aralash suv chayqilib turgan kichik chelak, yuziga chachirgan qonliq suv deganlar ko'z oldida dam olmishib zohir bo'lib, qayoqdandir kichik bolaning yig'i ovozi anglanishqa va bara shuqurlashqa boshladi. Gulmira izda chippida to'xtab, beshini qattiq silkidi. Ondan chunqur bir nafas ilib elib, homildor ayolga qaytadan qaradi. Bu chaqda uning ko'z oldida zohir bo'lgan barliq narsa, barliq ishlar yo'qoldi. Yig'i ovozimi o'chdi. Homildor ayol va uni yetilib olganlar qadam yaqinlab kelyotdi. Gulmira ayolning qo'rsiqiga sap soldi. Ammo uning ayolning badani hamda hozirlab portlaydigandek ko'rinadigan yo'g'on qo'rsiqi xuddi boyi o'z ko'rib chiqqan tasviriy hosil rasmdagidek kiyimsiz holatda ochiq ko'rindi. Ko'ringandimi qiyp yalang'och badan, bo'sh sangilgan ham to'lgan ko'ksi, bosh suyib bo'ylab eqiyotgan yo'tisi, yo'g'inagan qo'rsaqning keyniga qistalgan agri-bugri uchay, o'pki talosining tövengi tarbiga choplashib turgan jigar va oshqozon, o'pkining ikki talosi o'ttirsig'i qistilib likildab so'qiyotgan yurak. Mana bularning hammasi nihoyat ochiq ko'rindi. To'liq yetilib, puti ostiga, beshi ustiga holatda badani bilan kindik o'qi liqqida suvning ichida laylab turgan bola ayolning bol yotqusida to'xtamay midirlab, yuqoriga yomishga harakat qiladi. Va ayolning ko'prak qabzida lekildab so'qib turgan yuragiga qo'lini so'zib tipchaklaydi. Qo'li yetmagan siri johillarcha intilib, onasining yuragini tortib sug'urishga urinadi. Bola yotqi ichidagi nimalarnidir tishlab uzib, jon jahli bilan chaynab tükürətdi. Qisqig'ini necha daqiqada bola yotqi ichidagi suv, bola chaynab tükürgen narsalar bilan qip-qizil bo'yilib, bara liyishqa boshladi. Oxirida bolami kindik o'qimi ko'rinmay qoldi. Gulmira qattiq vaqirg'ab ketdi. O'shidan keldi. Yo'q!
Аңлаватқаныңыз Шинжаң Дилбаян мәдәният тарқытыш чәклік şirketi авазға еліп тәйярлыған, Айшам Исмаил тәбәссüm қалымыды бүткен вәхимелік hikoya «Мән bu yerdə». Tügidi.